بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع. Yettinci ders. Durus lug'atning ikkinchi qismining 7-darsi. Endi bugun so'zlamoqchi bo'lgan darsning grammatikalik mazmunini oldin bir davatli. Bugungi darsning grammatikalik talabi birinchisi fe'llarning turlash ahvoli. Masalan, fe'llarga ikkinchi shaxs, birlik, ikkilik, ko'plik qo'shimchalarining qo'shilishi. Bu to'g'riliq biz ayrim bir dars qilyapmiz. Masalan, sayt to'g'risida, masalan, turlash to'g'risida, masalan, daraba degandek. Shunga ama hozir bu to'g'riliq to'xtalmaymiz. Ikkinchi mazmun kana to'g'risida. Ham sizlarga ma'lumlik, kana af'alun naqisa deb ataladi, kam tibqillarda. Bu asosliqi mubtada xabarning ustiga kirib, mubtadani ismga aylantiradi. Xabarni o'zining xabar qiladi. Shuning bilan mubtada aslidagi mubtada kana kirgandan keyin kananing ismiga aylanadi. Aslidagi xabar kana kirgandan keyin kananing xabarga aylanadi. Aniki bularning i'robi asli mubtada xabarlik holatda arish qilsa nima qilmoqchidi, pashqa qilmoqchidi. Endi kana kirgandan keyin kananing ismi sefash, xabari zavar qildi. Bu kanadagi asli qoida. Endi bugungi darsimizda dal o'sha kananing xabar to'g'riliq ozroq munosabatlik mazmun bor. Ya'ni ravishlar kananing xabar bo'lib keladi. Ravish degan nima desa, o'rin, vaqtni ifodalaydigan narsa. Masalan, mening oldim kitobning osti, kitobning usti, ustalning osti, ustalning usti, sinfning ichi degandek mazmunlar hammasi ravish. Mushlar kanni xabar bo'ladi. Endi kanni nima deb tarjima qilinsa, kannini ko'pincha ahvollarda idi deb tarjima qilamiz. Idi. Bir qism ahvollarda bo'ldi, bo'lgan idi deb tarjima qilsak bo'laveradi. Bu birinchi mazmun. Bu to'g'riliq, kan to'g'riliq, maxsus kanning bab qolgan tafsilot to'xtalamiz, ammo bugun bilib olmoqchi bo'lgan mazmun ravishlar kanning nimsub kelalaydi, xarob kelalaydi. Bu bir. Ikkinchisi ma'rifining alif lam va ismlarni nekeri ma'rifatlar ikkiga bo'ldik shundaymi? Odatda turdosh ismlar, tur ismlarining oldiga alif lam kelish orqali ma'rif bo'ladi. Masalan, rajul degan ismni ma'rif qilmoqchi bo'lsak, oldiga alif lam qo'shib qanday qilamiz? Ar-rajul qilamiz. Bayt, al-bayt, kitob, al-kitob, Qur'on, al-Qur'on, hadis, al-hadis deb shundaymi? Bu bizga nisbatan tunuslik masala. Endi bugungi darsdagi shunga munosabatli masala nima desanglar, shuning oldida ash alif lamning ismining oldida sakin o'qilgan mim yoki sakin o'qilgan nima gap qolsa, ta gap qolsa, ikkisini qo'shib o'qimay olmaydi. Bu vaqtda qanday qildi desa, bu vaqtida mim gap qolsa, mimni pashqa o'zgartiramiz sakinni. Ta gap qolsa, ta'ni zirga o'zgartiramiz. Masalan, birozligi assalomu alaykum deysizlar. Alaykumussalom shundaymi? Bu bir. Va alaykumussalom. Va alaykum degi mim asli nima? Sakin. Pashqilib va alaykumussalom desak bo'ldi. Bu bir. Yana birisi ikkinchi shaxs ko'plik qara'aning ikkinchi shaxs ko'plik shakli qanday chiqadi? Qara'tum chiqadi. Qara'tum degi qara'tum chiqadi shundaymi? Qara'tum degi mim nima? Sakin. Endi mushuni alif lam qism qo'shmoqchi bo'lsak, al-Qur'onni qo'shmoqchi bo'lsak, qara'tum al-Qur'ondan do'q. Unda sakin bo'lgan qush demoqchi bo'lsak, qara'tumul Qur'on. Aslida sakin bo'lgan mimni nimaga o'zgartiramiz? Pashqa o'zgartiramiz. Bu bir qoida. Yana birisi ta gap qolsa, sakin qilgan ta gap qolsa, ta'ni nimaga o'zgartiramiz? Zirga. Masalan, xarajaning ayollik shakli nima? Xarajat. Kichik qiz degan nima edi? Al-bint.
qizlar chiqib ketdi deb baqsaq nima deymiz? Xarajat al-bintu damtoq. Buni desak bo'ldi, ammo qo'shib to'g'ri kelib qolsa, xarajatil bintu. Xarajatil bintu. Chunki bizning qoidamizda alif lamliq ismning oldida sakin o'qilgan tagab qolsa, buni qanday qildigan bo'lgan? Zir qildigan bo'lgan. Aqaratumul Qur'ana xarajatil bintu. Bu ikkinchi qoida. Üçüncüsü zu. Biz oldingi bir darslarda zu to'g'riliq so'zlagan. Zuning tarjima qilgan vaqtdagi ma'nosi liq, luq, undan keyin egizi deb tarjima qilardik. Bunisi deb shundaymi? Masalan, zullihya. Rajul zullihya. Qanday odam? Saqalli odam. Kitob zulghilafil ahmar. Qizil tashliq kitob shundaymi? Uni shunga o'xshash. Bugungi dars shu zu. Zuning ayollik shakli zatu qildi, ayollik ko'pchilik shakli zavatu, erlik ko'pchilik shakli zavu qildi. Bugungi darsda mushu grammatikami biroz yadun. To'rtinchi grammatika kasr sonlar. Kasr son degan qanday son desa, manjidan mancha. Manjidan manjidagi son shundaymi? Bu yerga kelmoqchi bo'lganimiz shu dan 1 dagi kasr. Mesela 2'den 1, 3'den 1, 4'den 1, 5'den 1, 6'dan 1, 7'den 1, 8'den 1, 9'dan 1 degandeki, 10'dan 1 degandeki mush şekildeki kesirler. Bunu Arap tilida yuqoridagidek desak bo'ladi. Masalan, 2'den 1 deganda nisf. 2'den 1 degan yarım degan gap qo'y, buni shu nisf, yarimi desak bo'ladi. 3'den 1dan tortib bir xil shakl chiqadi. Sulusun, rubu'un, xumsun, sudusun, sub'un, summun, tus'un, ushrundir. Masalanning ichida 3dan 1 degandagi sulusunni o'tirdikini pasha qilsak bo'ldi. 6dan 1 dagi sudusunni dalni pasha qilsak bo'ldi. Qolganni hammasini o'tirdik harfni nima qildi? Sakin. Sulusun, rubu'un, xumsun, sudusun, sub'un, summun, tus'un, ushrun. Ana shu shaklda. Bunu şu uygulama saqlan bo'ldigan mazmun. Buni alohida jumlaning boshqa tarafidagi munosabatli grammatikasi yo'q. 5-inchisi, 5 o'rganmoqchi bo'lgan mazmun. Hamza chiket am chiket qoidasi. Bu nima degan gap desa, mundaqmi yoki mundaqmi degan jumla shaklidan tuzish formulasi. Diqqat. Buni jumla tuzimizga siz aqsudunmu yoki Qashqarmi? Siz o'quvchimi yoki savdogarmi? Siz o'qituvchimi yoki injenermi? Shundaymi? Siz mu degan shaklni a chiket am chiket tuzimiz. Bu qanday tuzimiz desa, biz so'moqchi bo'lgan ikki ish bor. Ya ma'lum shundaymi? Ash ikki ishning birini hamzdan keyin akilamiz. Diqqat. Yana birini amdan keyin akilamiz. Siz ya u degandek so'zlarni o'tirib akilamiz jumla tutadi. Masalan, dafaqayli siz Pokistonda, Hindistonda degan jumlada avval Hind, Pokiston, dinmu degandek olamiz. Undan akbaqayli a min Pokiston. Shundaymi? Siz degan akilamiz anta. Hindistonda mu am minal Hind. Bu shaklda. Siz doktormi o'qituvchi deganda avval doktorni olamiz. Shundaymi? Atabibun anta am muallim. Mana shunga o'xshash. A chiket am chiket. Bu formulani cho'qim esin tutishing kerak. Esingizda bo'lsin. Ikki so'moqchi bo'lgan ikki ishning biri hamzdan keyin keladi, endi birisi amdan keyin keladi. Mana shunday qilib tushunasanglar, jumla xatolashmaysiz. Masalan, siz futbol o'ynadingizmi yoki basketbolmi degan jumlada biz futbol, basketbol ikki ishdan so'moqchi. Bunun birini hamzdan keyin akilamiz. Birini nimadan keyin amdan keyin akilamiz. O'tirga qolgan gapni qo'ysak bo'ldi. Masalan, akurratal qadam la'ibta am kurratas salla. Siz futbol o'ynadingizmi yoki basketbol o'ynadingizmi deganga o'xshash. Mana bugungi darsdagi asosiy grammatikalar mana mushular. Yuqoridagi mazmunlar tushunilgan bo'lsa, al-kalimat al-jadida kelayli. Men bir qitim o'qib tarjima qilib beray. Al-kalimat al-jadida miknasatun
مكانس سلم سلالم منارة منائر نزارة نزارات عجلة عجل لحية لحن لكن لحن شكله صورة صور إذاعة إذاعات عال عالية صابون البارحة ملون عصير برتقال صباح كرة القدم كرة السلة نصف مشى يمشي أخذ يأخذ وضع يدع وجد يجد بحث أن يبحث أن مكنسة سبرجة مكانس كبسكة سلم شوتا فلمبي سلالم bunun köprüke منارة منار منهايرو bunun köprüke نظارة كزينك نظارات bunun köprüke عجلة çak ajalun köprüke odatda çaqdan başqa maşının rol qilish tilida ajalatul qiyada deb qo'ydi ajalatul qiyada lihyatun saqal luhan bunun köprüke suratun rasm suvar köprüke izaatun radio andan keyin anlatmak degan ma'noda izaatun bunun köprüke Alen igez üstün degan ma'noda bunun ayollik shakli aliyatun sabunun supun al-bariha akşam mulawwanun ranglik asirun ichimlik odatda sharbat deb tarjima qilsak bo'ladi sharbat ko'pincha asir o'sha mevadan chiqarilgan suv bir narsadan siqib chiqarilgan suvlarni asir deydi burtuqalun apelsin sabahun attigan kuratul qadam futbol kuratul salla basketbol nisfun 22dan biri masha yamshi mangde mangwatudu akhada ya'khudhu tutdi yoki oldi elvatudu yoki tutuvatudu wada'a yada'u qo'ydi quyuatudu vajada yajidu topdi tepivatudu yoki his qildi his qilivatudu bahasa yabhasu an ma'an mayli bahasa kas mayli yabhasu kas narxisini keyinginkilida ma'nosi ni izdemak ni izdemak الدرس السابع أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ ذهبنا إلى الملعب. أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ لعبنا اليوم كرة القدم. لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي. أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ بلى ذهبنا. ماذا قرأتم هناك؟ قرأنا الصحف. أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم؟ نعم سمعناها. من أي إذاعة سمعتم؟ سمعنا من 3 إذاعات من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن. سمعت أن بلالا مريض وأنه في المستشفى. أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح شفاه الله. آمين. متى دخل المستشفى؟ دخل قبل 3 أيام. أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أرأيتموه؟ أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ هذه هي؟ لا، المجلة ذات الغلاف الأصفر هي عندي، أخذتها اليوم. يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ذهبتن يا بناتي؟ ذهبنا لزيارة المديرة.
أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا، هو بين المسجد والمدرسة. أوجدتنها في البيت؟ نعم وجدناها، جلسنا عندها ثلث ساعة وخرجنا من بيتها في الساعة 5. أرأيتن المكنسة يا بنات؟ بحثت عنها كثيرا وما وجدتها، أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. يا أمي، أفي الثلاجة ماء بارد؟ نحن عطاش. أبشر، فيها ماء بارد وعصير البرتقال. hozir tarjima qilib bir qism grammatikalik mazmunlarni tatbiqlab beray. Bolalarım, darsdan keyin qayerga bordinglar? Maydonga bordik. Futbol o'ynadinglarmi yoki basketbol o'ynadinglarmi? Bugun futbol o'ynadik. O'tgan hafta basketbol o'ynagandik. Yoki o'ynadik. Ama zahabtum ilal maktabati al-yawm? Bugun kutubxonaga bormadinglarmi? Bala, zahabna, bordik. Maza qara'tum hunak? U yerda nima o'qidinglar? Qara'na as-suhufa. Asami'tum al-akhbara min al-idza'ati al-yawm? Bugun radiodan xabarlar angladingmi? Na'am, sami'naha. Angladik. Min ayyi idzatin sami'tum? Sami'na min 3 iza'atin من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن. 3 radyodan anladık. Riyaz radyosu, Qahira ve London radyosu. Yani yukarıdaki cümlelerin hammasida asosli gavdalangan grammatika fe'lning 3-shaxs, ko'plik shaxs ishlatilinishi. Masalan, zahabtum, qara'tum, sami'tum degandek. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Anglashimcha Bilal keselken ve doktorxonadakan. Yakomsa Bilalning kasalligini ve doktorxonaligini angladim. Asahihun haza? Mush to'g'rimi? Haza sahih, to'g'ri. Shafahulloh, Alloh shifolik bergay. Amin. Doktorxonaga qachon kiribdi? Dakhala qabla 3 ayyam, 3 kun ilgari kiribdi. Aynal kitab zul ghilaf al-ahmar alladhi kana fi ghurfati. Mening yatqimdagi qizil toshliq kitob qayerda? Ana majumlada bizning bilgan so'zgan grammatikadan ikkisi bor. Birisi zulg'ilaf, zul, ya'ni toshliq. Buni tushunasiz. Undan keyin zulg'ilafi deb g'ilafi zira qilishi, zu mudof, g'ilaf mudofinlay bo'lg'achqa zira qiladi. Bu bir. Ikkinchisi kana fi ghurfati. Endi kana fi ghurfati yolg'iz gap qolsa, yatqimda idi degan gap. Hamda allazi qo'shib degandan keyin yatqimdiki qizil toshliq kitobda tarjima qilamiz. Araytumuhu, uni ko'rdinglarmi? Endi musha kelgan vaqtida bir nuqtani eskartib qo'yay. Asli araytum. Biz buningga bu almashni qo'shib o'qigan vaqtimizda oxirga vodun birisi qo'shilib nima bo'ldi? Araytumuhu bo'ldi. Ana akhaztuhu al-barihata wa qara'tu nisfa. Men uni tunugun kech elib 20ni o'qidim. Ammo o'rindagi nisfa. Biz boya degangan kasr sondan nisfa 2dan 1 degan so'z, ya'ni 20 degan. Wa ayna al-majalla allati kanat tahta zaka al-kitab? O kitobning ostidagi jurnal qani? Endi mayada biz degan qoidadan kanat tahta zalika al-kitab, zaka al-kitab. Kananingki xavri ravish qildigan tuqqo o kitobning ostidagi, asli kanat yolg'iz kelib qolsa, o kitobning ostida edi degan gap. Bu bir. An tahta zaka al-kitab asosan hammasi xavri, butun xavri. Tahta zaka al-kitab uch so'zimiz xabar. Bu ravish bo'lib kananimiz bo'ladi, xabar bo'ladi. Ahiya hadihi umshuma la al-majalla zatul ghilaf al-asfar. Sariq toshliq jurnal. Biz yengen qoidadan zat, ya'ni ayollik shakli, zuning ayollik shakli nima? Zat. Hiya indi, u menda. Akhaztuha al-yawm, uni bugun olgandim. Ya'ni nul jaras, qo'ng'iroq chalinib, fayaqumul Marwan o'rnidan turib, eshikni
açıdı ve tadkhul akhwat onun sanaları kirdi. Bu ko'rinish bu tasvirlash. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ayna zahabtun ya banati? Qizlarim, nega bordinglar? Bu yerda muhojirlar bizga eskartayotgani zahabtunna fe'lninki qana shaklda turilinishi, ayollar ikkinchi shaxs ayollar ko'plik shaklda. Zahabna li ziyaratil mudir. Biz mudirni yo'qlashga borgan. Amma shaytunna am zahabtunna bis sayyara? Mashina bilan mangdinglarmi yoki mashina bilan bordinglarmi? Mashayna li anna baytaha qaribun min madrasatina. Mangdoq chunki uning uyi maktabga yaqin. Huwa baynal masjid wal madrasa. O masjid bilan maktabning o'tirdi. Awajadtunnaha fil bayt. Uni uyda topdinglarmi? Na'am, wajadnaha. Ha, topdik. Jalasna 'indaha sulus sa'a. Biz uning qishida 20 minut o'ttirdik. Ham sulusiga 3 dan 1 shundami? 1 soat 60 minut o'tgandan keyin 1 soatning 3 dan 1 o'ttirdik, 20 minut o'ttirdik. Kharajna min bayti fi sa'atil khamisa. Biz uning uydan soat 5 da chiqdik. Mada biz o'rganganlikka kasr sonlardan sulus bor. Ara'aytun al-maktasati ya banat? Qizlarim yoki qizlar, supurgini ko'rdinglarmi? Bahastu anha katira. Men uni ko'p izladim. Madaki an. Eslda bo'lsin bahasadan keyin davomli an billik qildi. Shu an gap qolsa ne deb tarjima qilamiz? Va ma wajadtuha. Ko'p izlagan bo'lsam topamadim. Ana wada'tuha tahta as-sullam hadha sabah. Men uni attigini, mushattigan shot ostida qo'yib qo'ygan. Ya ummi, afi thallaja ma'un barid? Apa To'nglatquda sovuq bormi? Nahnu aytash, biz ustab ketdik. Abshir, ta'lingiz borkan, fiha ma'run barid va asirul burtuqal. To'nglatquda sovuq suv va apelsin suyi bor. Tamarin, tamarinlarni, ko'nikmalarni boshdan oxir har birini birdan misol ishlab, men tushunib o'tay. Birinchisi, ajib anil aslatlarga tuaniq savollarga javob bering. Bu dialogning mazmuniga qarashli bo'lg'achqa biz avval dialogni takrorlab bo'lgandan keyin ashlo mazmuniga masalda javob bersak bo'ladi. Ikkinchisi, da hazihi al-alama as-sahiha amama al-jumal as-sahiha va hazihi al-alama al-khata amama al-jumal allati laysat sahiha. Bu to'g'ri belgisini to'g'ri jumlaning oldiga, xato belgisini to'g'ri bo'lmagan jumlaning oldiga qo'ying deyotdi. Bu o'xshashlar yuqoridagi pastdagi jumlalar dialoglarning mazmuniga qaratilgan bo'lg'achqa avval dialogning mazmunini takrorlab bo'lgandan keyin buning to'g'ri xatoligini shu vaqtda ayiramiz. Uchinchi mashq. Ajib anil aslatil atiya tuaniq savollarga javob bering. Hazil as'ila laysat mabniyatan ala dars as-sabi'a. Bu savollar yetim darsga qaratilgan emas. Ya'ni yetim darsga asosan belgilangan emas. Ya'ni demak, o'zingizning ishingizdan chiqib, qanaqa javob bersangiz bo'laveradi. Bununla özümüz kallımız kelgan javob bersak bo'ladi. Masalan, mata kharajtu min al-fasl sinfdan qachon chiqqanlar desa, o'zing amaliyotdan qancha chiqqan bo'lsangiz shu payt javob bersanglar bo'ldi. To'rtinchisi, annisul fa'ila fi kulli min al-jumalati. Tuandagi jumladagi har bir tuandagi jumlamizdagi har biridagi fa'ilni ayollik shaklda keltirib deyotdi. Masalan, birinchi misol, asharibtumul qahvata ya ikhwan deganni ayollik shaklda keltirsak, ikhwan akhvat o'zgaradi, asharibtunnaga o'zgaradi. Ya'ni asharibtunnal qahvata ya ikhwat deganga o'xshash. 5. mashq amama kulli jumlatin fima yali sighatan lil fi'l. Ikhtar as-sighata as-sahiha va akmil biha al-jumla. Tuandagi har jumlaning oldida fe'lning ishki shakli bor. Siz to'g'ri shaklni tanlab, shuning bilan jumlani to'liqlang deyapsiz. Masalan, birinchisida a al-Qur'an al-yawma ya ibnay. A al-Qur'an deydi. Demak, shu bandaga qo'ysak a degan mu degan gap shundami? Qur'an bugun bolarim. Bugun bolarim Qur'onni mu desa, albatta Qur'onda qanday qildim qarab boqaylik. Aqra'tum yoki aqra'tun ishkisini bilsa shundami? Ana yerda abna'i deb bo'lg'achqa, abna erlik bo'lg'achqa biz erlik shaklini tanlab qanday qilamiz? Qara'tum. Qollarni shu bo'yicha tanlasak bo'ladi. 6-si, tuandagi misolni o'ylanib boqing. Ondan keyin kanini tuandagi jumlalarga kirgizing deyapti. Masalan, birinchi misol, al-mudarrisu fil fasli. Biz mushunga kanini kirgizsak, kanal mudarris fil fasli qabla 5 daqiq. Kanining xabarini zarabini lavish qilsak bo'laveradi. Mushu bo'yicha qog'onlarini ishlasak bo'ladi. Masalan, ostidagi
المدير في غرفته مش ne كان المدير في غرفته قبل ساعة deb ishlasak bo'ladi Mishadiki bizning eng o'ylandig'imiz kanining ismisi va xabari. Undan keyin xabarining yolg'iz kelmasdan nima kelsa bor, ish kelsa bo'ldiganligi, ha? 7-si. Tuandagi misollarni o'ylanib baqing. Undan keyin tuandagi jumlalarni mimni va boshqa sakin qilgan harflarning qoidaga selish bilan tuandagi jumlani o'qing deyapti. Masalan, bizga berilgan misol Aqaratum hazal kitob. Aqaratum degan mim sakin shundami? Buni qo'shib o'qish to'g'ri kelib qolsa, aqara odat hozir qo'shib o'qish to'g'ri ketmaydi, ammo oldiga shunda alif lamning qismining birini qo'shish to'g'ri kelib qolsa, masalan, aqaratum al-Qur'onga o'xshash. Nimda bu qo'yamiz? Aqaratumul Qur'on deymiz. Ikkinchisi aqaratum hamidan bu yerda qo'shish ketmaydi, ammo hamidning o'rniga alif lamning qismining birini qo'ysak, nima bo'ldi? Aqaratumul mudarris shundami? Buni qo'shib o'qish to'g'ri kelib qolsa, aqaratumul deb o'qiladi. Xarajat Amina. Xarajatdagi ta sakin. Amina kelgan vaqtda normal. Ammo alif lamning ismini birga qo'shmoqchi bo'lsak, xarajat al degan majnama xarajatil bintu deb qo'shamiz. Shunga o'xshagan tuandikilarni shu bo'yicha qilsak bo'ladi, ha. 8-si ta'ammal mayali. Tuandikilarni o'ylab boqing. Biz oldingi darsimizda urfun shabaha bildillaga almashlarni qanaqadan qo'shgan. Inniga almashlarni qo'shsak innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna shundami? Innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna o'g'an. Fillaga qo'shib boqqan. Darabaga huvani qo'shsak nima bo'ldi? Darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, darabahuma, darabahunna, darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakuna, darabani, darabanna deb shu buncha qo'shgan. Endi Mushada biz burun so'zlamagan nuqtadan birisi bor. O'zimi darabtum deganga huani qo'shsak, darabtum hu deganda darabtumning oxirisi sakin bo'lgancha bunda qilsa qiyin keladi. Darabtumga huni qo'shgan vaqtda darabtum hu degan bo'lmaydi. Alloh qanaqa qilamiz desa, nimning keyiniga o'zni birini qo'shib qanaqa qilamiz? Darabtumuhu. Buni shu bo'yicha tuandagi misollarni o'qib baqsak bo'ladi. Masalan, bizga berilgan o'zgartirib berilgan ra'aytumhum ra'aytumuhum chuqur mimning oxirini birini qo'shamiz, o'din birini qo'shamiz. Bu bir. 9-si iqroil amsila misollarni o'qing. Undan keyin tuandagi jumlalarning har birini zuni ishlatib to'liqlang. Masalan, aynal kitab zul ghilafil ahmar, liman zakal bayt zul babil aghdar, man zalikal fata zun nazarati, man zalikal rajul zul hit tawila. Zakar rajul zutlah tawila tabi mashhur min Pakistan. Yuqori misollarning hammasini biz burun ko'p o'tib ketib bo'lgan, ha. Bu misollarning hammasi zu erlikka zu ishlatildi, ayollar uchun zot ishlatildi. Shuni tushunsak bo'ldi. Qarab boqaylik. Man zalikal walad chiqit al-qamis al-ahmar. Mishaga chuqur bir narsa qo'yamiz, nima qo'yamiz? Zu. Qizil ko'ynaklik bola kim degan. 10-si zotining tuandagi misollarini o'qib baqing da'vatidir. Aynal majalla zatu suvarul mulawwana. Ranglik suratlik jurnal qayada. Majalla ayollar shaklida bo'lg'achqa zu ishlatilmaydi, ishlatilmaydi, zatu ishlatiladi. Shuni tushunsak bo'ldi. Ondan keyin 11-si iqroil amsila summa kawin jumalan mislaha musta'milan al-kalimat allati bayna qawsayn. Misollarni o'qing, undan keyin ikki tirnoqni o'tirib so'zlarni ishlatib, shunga o'xshash jumla tuzing. Akuratul qadam la'ibtum am kurat salla desa, biz bayatni so'zlagandek hamzulan am odatda ikki narsa to'g'riliq so'ralgan savol jumlaga ishlatiladi. So'moqchi bo'lgan ikki narsaning birisi hamzning oldiga, birisi hamzning keyiniga, birisi amning keyiniga ishlatiladi. Amning keyiniga ishlatiladi. Masalan, buning misoli Muhammadan ra'ayta am hamidan akitab al-fiqh akhazti am kitab as-sayr. Fiqh kitobini oldingizmi yoki tarix kitobini degan. Endi qog'ozlarini ostidagilarni shu bo'yicha qilsak bo'ladi. Birinchisi desam, Darabta Abbas Mahmud. Abbasan darabta am Mahmudan. Abbasni urdingizmi yoki Mahmudni degan shakl. Shu bo'yicha qilsak bo'ladi. 12-si tuanik so'zlarni o'rganib oling. Biz grammatikamiz bunda so'zlab bo'lganda, ya'ni kesr salla. 13-si tuandagi so'zlarni ishlatib jumla tuzing. Dakhala bahasan usbu'ul madi al-bariha ziyara su nisb qator so'zlarni ishlatib jumla tuzsanglar bo'ldi. Bu jonlarga qarashlik, ha.